qilsa bo'lar o'ylayverib tugadi ong. Kulrang tasvirlarga yana to'lgandek tong. Hadiya etar qayg'ularga to'la hislarni, o'chirib bo'lmaydi biz bosib o'tgan hislarni. Garchi bahona qilma, ular bizga aks tasvir. Yagona sen va menga ayon, o'zgalarga sir. Unda o'zimiz aybdor tan olmasak-da, garchi xotiralar shirin, lekin haqiqat ochiq. Ta'sir qilgani bo'ldi munosabatlar dardi. Biz qurgan qasrlarni zulmatga to'ldi bari. Qanchalar og'ir bo'lmasin men tomondan birinchi qadam javob berarmi yo'q derlar o'sha raqam. Qo'ng'iroq gudok narigi tomonda sukunat, qarshimda esa u tasvirlangan o'sha surat. Birinchi daqiqa o'tdi negadir hamon biz jim, yana qancha sabr qilgani yetar ekan kuchim. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar olovda. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar olovda. Bu hodisalar yantoq kabi tirar edi nishlarin, borgan sari tortar edi orqaga ishlarin. Qishlarin munosabatlarni quchib muzlarda, faqatgina bizmu ekin qolgan izg'irinlarda. Hayot sovg'alarga boy, sinovlarga salom berib birma-bir otashin olovlarga. Savollarga javob bera olmay ba'zi bir bizlar ko'zlari ochiq, qalban faqir. Xat yozmoqchi bo'ldim mahmoqlarcha dard bilan, o'ynashib bo'lmaydi qalb bilan deb qaytim fikrimdan. O'ylar butunlay tamom qilar sen hozir kim bilan. Bu dard azobin ayriliq sharobin ichgan bilar. Balki sen uchun buni bari ehtiyojni qondirish, yoki shunchaki sinish uchun olov yondirish. Tortishish kuchini yo'qotdi yo'limiz ikki tomon. Yosh bola bo'lmasak-da hamon bizlar nodon. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar olovda. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar olovda. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar olovda. Munosabatlar yondi, ko'ngil kimlargadir ishondi. Gumon biz bilan yonma yondi hissiyotlar